Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz. Bobo dehqonlarimiz mavzusi, demak, mevali bog'lar haqida suhbatlashamiz. Biroz deylik boshqacha bo'lishi mumkin, ya'ni siyosat, geosiyosat haqida gaplashib turib, lekin mana shunday. Bu ham juda ham o'ta dolzarb mavzulardan biri. Agar biz hali ham organik mevalarni iste'mol qilishni istayotgan bo'lsak, bog' bu juda ham muhim, ayniqsa bizning qadriyatlarimizda, bizning madaniyatimizda bor narsa. Ya'ni bog' bizga doim yonimizda bo'lgan. Shuning uchun ham bu bilan bog'liq so'zlar o'zimizniki hisoblanadi. Demak, studiyamizda doimiy ekspertimiz Agrosanoatni rivojlantirish agentligi direktor maslahatchisi Mansur Yo'ldoshev. Assalomu alaykum. Mansurbek, xush kelibsiz. Xo'ja aka, assalomu alaykum. Demak, Salomat bo'linglar. Qishda bog' to'g'risida gaplash juda ham o'rinli bo'ladi. Juda ham o'rinli bo'ladi. Biz endi ko'pincha unutamiz-ku, ana qishda bog'ni. Mavsum davomida fermerlar, umuman bog' egalarini biror bir darsga yo seminarga chaqirish juda ham qiyin bo'ladi, chunki bu yerda pulli masalalar hal bo'layotgan bo'ladi. Shuning uchun qish ayni vaqti aslida. Xo'ja aka. Demak, xatolar haqida nega buni aynan qishda? Chunki biz ko'pincha qishda bog'ni unutamiz, ya'ni bahordan boshlab esga olamiz. O'tgan safar ham so'ragandik, ya'ni qishga qandaydir tayyorgarlik ko'rish kerakmi yoki mana bugungi kundan kelib chiqib bog'da nimalarga e'tibor berish kerak hozir? Xo'p, Xo'ja aka o'zi to'g'ri bog' egalari, umuman bog'ga to'g'ri yondashadigan odamlar qishda to'liq band bo'ladi u odamlar. Ya'ni bog' bilan yoki bog'ni bahorda, demak, bog'da qilinadigan ishlarini reja qilayotgan bo'ladi. Ya'ni bog'ga to'g'ri qaraydigan, to'g'ri munosabat qiladigan odamlar. Chunki mana o'zingiz ham bilasiz, misol uchun yetilgan bog'larda ishlar nisbatan kamroq bo'ladi desak qishda, endi tashkil qilinadigan bog'lar ayni mana shu pallada, mana shu davrda hamma rejalar qilinadi, ko'chatlar ekiladi. Ya'ni bu davr ham asli muhim va mana shu pallada siz bilan tanlagan mavzuyimiz bizani kuzatib turgan odamlar uchun yana ham muhim deb hisoblayman, chunki mana mavzudan ham ma'lum, oddiy xatolar, lekin ko'pchilik qiladi bu narsani. Biza mana sizlar sababchi, xudo xolasa kuzatuvchilarimizga shu narsalarni tushuntirishga harakat qilamiz. Endi agar ruxsat bersangiz, birinchi demak keng tarqalgan muammodan boshlaymiz. Ya'ni mevachilik sohasiga shunchaki oddiy biznes sifatida qaramaslik kerak. Ya'ni biznes sifatida qarash kerak. Lekin bu shunchaki bir daraxtni olib kelib turib ekib qo'ydik, u 3-4 yil o'tib turib meva beradi, u mevalarni sotib turib biza katta pul jamg'aramiz deb o'ylamasligimiz kerak. Bunaqa o'ylaganlarni deyarli hammasi inqirozga uchraydi. Bunaqalarning hammasi bog'dan hafsalasi pir bo'ladi. Biza endi shu vaqtgacha men bemalol aytishim mumkin, mana butun Markaziy Osiyo hududida bunaqa insonlarni ko'p uchratganman. Bularning ichida, ya'ni shu muammoga kirgandan keyin bo'ldi, bu bizning ishimiz emas ekan deb turib yig'ishtirib qo'yganlar ham bor. Ya'ni hafsalasi pir bo'lgan deydi. Bog'ini ya'ni davom ettirmaydi. Ya'ni shunaqa odamlar ham borki, xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib turib, to'g'ri bog'larni tashkil qilib, juda ham zo'r pul ishlayotgan bog'lar ham bor. Aslida bog'dorchilik sohasi, agar mana muxlislar ham eslashsa, eng daromadli sohalardan bittasi O'zbekistonda. Bilgan odam, to'g'ri bog' tashkil qilgan odam uchun bu biznesdan yaxshi biznes chiqishi qiyin aslida. Ya'ni siz birinchi navbatda bog' sohasi sizga ma'qul, ya'ni meva yetishtirib siz daromad qilish istagingiz bor va bu sohani o'rgansangiz, to'g'ri joyga to'g'ri xarajat qilsangiz, bu narsa mana o'zingiz ham bilasiz, biznesda kamdan kam hollarda birga bir foyda qilish mumkin. Yo'q, juda qiyin. Bu biznesda xudo xolasa 10 barobar ham foyda qilsa bo'ladi. To'g'ri tashkil qilsa. To'g'ri tashkil qilsa. To'g'ri tashkil qilish nimadan boshlanadi? Endi birinchi muhim narsa bu mevachilik sohasini o'rganmasdan turib pul tikmaslik. Bu aslida istalgan biznesda ham shunaqa Xo'ja aka, ya'ni ma'lum bir joyga pul tikishdan oldin o'sha sohani chuqur o'rganib, bu yerda o'zingiz ham bilasiz, oddiy odamning ko'ziga ko'rinmaydigan juda ham ko'plab muammolar bo'ladi. Agar bu shunchaki pul tikish bilan hal bo'lganida hamma shu yoqqa tikadi. Hamma pul tikib boyib ketardi-da. U yaxshi ish bo'lmasdi. Ya'ni baribir istalgan ishda o'sha filtr kerak. Ya'ni misol uchun mevachilik sohasini o'rganib pul qilmoqchimisiz? Siz shu ishga vaqt sarflang yoki vaqt sarflamasangiz, kerakli mutaxassis olib kelingda, u siz uchun tavsiya bersin, u siz uchun qaror bersin.
Bizda afsuski shu vaqtdan yutamiz, ya'ni endi bizani o'zimizni hamkorlarning orasida shunaqa insonlar ham uchraganki, meva yetishtirish biznesi haqida aytaylik 3 oy oldin eshitgan, shu mavsumni o'zida ko'chat ekmoqchi bo'ladi. Yo'q, hamma narsaga vaqt kerak. Bizani o'zimizni tavsiya, bog' qilishdan oldin aytaylik siz olma bog' qilmoqchisiz yoki gilos yoki shaftoli, xuddi shu ishni hozir qilib yurgan odamlarning oldiga borishingiz kerak. Hech kim endi kamdan kam shunaqa bog'lar ham bor, tashqaridan birovni kirgizmaydi, lekin deyarli 80% holatda birov bizani eshikdan kirmay sizga biznesimizni o'rgatmaymiz demaydi aslida. Bu sohada demak ancha bag'rikenglik. Bag'rikenglik bor. Bag'rikenglik bor. Ayniqsa o'sha o'rta kattalikdagi bog'larga bemalol kirib, suhbatlashib, o'sha nima qiyinchiligi uchragan, nima muammolari bor bu meva yetishtirish ishini deb bemalol savollaringiz bersangiz bo'ladi. Meni birinchi tavsiyam ham shu. Misol uchun mana shu yil o'zida ham ya'ni mevachilik sohasiga yangi bo'lgan, aytaylik 10 ga yaqin eng kamida mana shu holatga to'g'ri keladigan odamlar bilan ishlagan bo'lsam, hammasiga tavsiyam birinchi bo'lib gilos yetishtirmoqchimiz. Mana sizga 5-6 ta gilos bog'larini egalarini yo agronomlarini kontaktlari telefon qiling. Endi shunaqa vaziyat bo'ladi, bizani nomimizdan chiqsa, ya'ni ham yo'lliga ochilib ketaveradi. Ya'ni borib o'rganing. Sizga to'g'ri keladimi bu ish? Ya'ni to'g'ri ish qilib yurganlar nima qilyapti o'zi? Bilishingiz, tasavvur bo'lish kerak odamda. Bu birinchi masala. Ya'ni o'rganish kerak, ozgina vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizdan o'zimiz 3 oyda, 5 oyda yoki 1 yilda birdaniga boshqa sohada yurib turib, butun umrimizni boshqa sohada sarflab turib, birdaniga bog' sohasiga kirib keta olmaymiz. Buni odamlar to'g'ri qabul qilish kerak. Endi ikkinchi masala bor. Ya'ni siz o'rgandingiz, aytaylik gilos yetishtirish yoki o'rik yetishtirish sizga ma'qul keldi. Bo'ldi, mana shu ish bilan shug'ullanaman dedingiz. Suv taqchilroq joydan sizga yer taklif qilinyapti yoki siz shu joy sizda bor. Ya'ni imkoniyat shu joyga yetyapti. Ha. Suv bo'lmasa, avvalambor u yerda bog' qilish umuman imkonsiz. Ya'ni odamlarda shunaqa tasavvur borki, hozir bunga ham misol keltiraman. Suvsiz joyda ham tabiiy yog'ingarchilikning hisobiga bog' qilish mumkin degan fikrlar bor-da odamlarda. Bu asli xato emas, lekin bu zamonaviy mevachilikka to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu biznes emas. Ya'ni bu biznes, deyarli biznes emas desam bo'ladi. Endi qachon biznes bo'ladi? Aytaylik, pista yo bodomni bilasiz, oddiy xalq suvsiz ham katta bo'lishi mumkin deb o'ylaydi-da. Ya'ni shunday. Tabiiy yog'ingarchiliklar bilan albatta tog'larda o'syapti. Tog'li hududlarga chiqqaningizda do'lanalar, bodomlar, pistalar sovyotgan bo'ladi. Lekin savol berish kerak, daraxt mana shu holatga kelgunicha necha yil vaqt o'tgan. Kamida o'sha sizlar tog'ga chiqib ko'rgan daraxtlar 20 yosh bo'ladi, eng kamida. Siz bunga tayyormisiz deydi? Ya'ni agar 20 yil, 30 yil, 40 yilda nimadir olaman desiz. Ya'ni bu hali maksimum hosil haqida gap ketmayapti. Aytaylik, bodomda qattim po'choq turi 4-5 tonna hosil bersa, yumshoq po'chog'i 2 tonna bersa maksimumda. Shu tonnalar haqida gapirmaymiz biz hali. Biz nishoni olish yoki nimadir terib olish haqida gapiryapmiz. Va bunga eng kamida 15-20 yil siz yo'llarda ko'rayotgan bog'larga bo'lsa 30, 40, 50 yillab ham vaqt ketgan bo'ladi. Tabiiy holatda o'sib. Tabiiy holatda. Masalan, suvli qaralgan bog'da 5 yilda yetilishi mumkin bo'lgan narsa albatta 5 yilda siz olishingiz mumkin bo'lgan. Endi maksimum hosil emas. Aytaylik, bodomda nishonani siz serhosil navlarda hattoki 3-yilda ham ko'rishingiz mumkin. 4-5-yilga o'tsa, siz yovvoyi demak tabiatda tog' yonbag'riga ekilgan bodomlardan 15 yil, 20 yilda shu biror narsa terib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu o'sha hammasi suv bilan bog'liqda. Ya'ni suv kam ichgani uchun suvni doimiy bir me'yorda berib daraxtni tezroq o'stirishga harakat qilinadi. Ya'ni zamonaviy bog'dorchilikda. Tabiatda bu yillik yog'ingarchilik har yili har xil keladi. Bu bundan tashqari tuproq namligini hech kim tekshirmaydi. Tekshirgan taqdiringizda ham kam deb hisoblasangiz, siz boshidan yomg'irga reja qilib ekkansiz-ku daraxtlarni. Yomg'ir yog'sa ichadi, bo'lmasa ichmay o'sib turaveradi. Ya'ni suv bo'lmasa mevachilik biznesiga kirish umuman imkonsiz. Ali yer tagidan suv tortaman deganicha? U yer tagidan agar quduq kovlab turib suv chiqarsangiz, muammo yo'q. Ya'ni suvni manbasi bo'lsa hisob. Siz quduqdan olasizmi, kanaldan, soydan olasizmi? Sifati sho'r bo'lmasa bo'ldi. Sho'r bo'lmasa bo'ldi. Odatda sho'r bo'lmasa bo'ldi. Birinchi o'zi talab sho'r bo'lmasligi. Hattoki mana endi bu yaxshi mavzuni ko'tardingiz, G'ayratxo'ja aka. Aytaylik,
tuproqqa ham suvga ham birinchi O'zbekistonda qo'yiladigan talab sho'r bo'lmasligi. Demak, bizda sho'r bo'lish ehtimoli bor. Ehtimoli bor albatta. Suv qanday qilib sho'r? Yer osti suvlarida sho'rlanish yer bo'ladi. osti. Agar tuproq sho'r bo'lsa, demak, Tuproq sho'r bo'lsa, o'tda bo'ldi. Ish tugatib, sekin borib boshqa joyda tartibga keltirish. tartibga keltirish sho'r tuproq imkonsiz. Ana dalalarda yuvishadi-ku. Ha, endi darajasi ham bor-da sho'rlanish. Darajasi bor, uni balki keyingi ko'rsatuvlarda mavzu qilsak bo'ladi, suv va tuproq sho'rlanishi yoki sifati haqida. Demak, bunga ham e'tibor berish kerak. Albatta, Xorazm, Qoraqalpog'iston hududlarida mana kuni kecha dars o'tib keldik. Muxlislaringiz ko'p ekan aytgancha, Xorazmda Baxmaldan salom aytib borish sizga. Xullas, G'ayratxo'ja aka, 30 sho'r yuviladi. Har yili qishda suvni bostirib, o'sha tuzni eritib pastga tushirib yuborishadi. U tuz yana mavsum davomida tepaga ko'tariladi. Shuni olib tashlash iloji yo'qmi? To'liq olib bo'lmaydi. Men aytmoqchi, mana bizda yuvish deganda, qarang, yoshlikda nimani ko'rganmiz? Dalada suvga bo'ktirardi. Keyin yer ustida oqarib turardi-ku. Biz o'ylardik, mana shu sho'r chiqadi va uni olib tashladi deb o'ylardik. Bilsak, uni cho'ktirilar ekan. Aksincha pastga tushirib yuboriladi. Bu yana chiqaveradi keyin yana. Shunaqa. Ya'ni mavsum davomida yana ko'tariladi. Qish kelganda yana pastga tushirib qo'yasiz. Xuddi shu narsa davom etadi har yil. Endi biz Xorazm, mana Qoraqalpog'istonda shu yilning o'zida ham xususan ko'p borib aylandik. Mevali daraxtlarni o'stirishyapti har holda. Ya'ni eng mukammal sharoit emas, tan olish kerak. Xorazm, Qoraqalpoqda. Ayniqsa Qoraqalpog'iston, lekin bog' qilish mumkin bo'lgan hududlari bor. Rasulbek, masalan, jarayonlar ketyapti. Siz nima qaysi parametrlar bo'yicha eng zo'r emas demoqchisiz? Ya'ni yermi? Tuproq, birinchi navbatda tuproq va suvni sifati hisobga olinadi va iqlimi. Bu yerda Qoraqalpog'iston tan olish kerak. Nima to'g'risini aytaman, ya'ni Qoraqalpog'istonda aslida bog'lar qilingan va qilinyapti. Bu narsa borgan sari kuchayyapti. Umuman respublikada shunaqa yaxshi bir to'g'ri siyosat ketyapti. Bu narsaga qarshi bir fikr sifatida aytmayapman, lekin tan olish kerak, Qoraqalpog'istonning iqlimi qiyin. Ya'ni qishda o'ta sovuq bo'ladi, yozda o'ta issiq bo'ladi. Aytaylik, sovuq urib ketadigan mevalarni hattoki o'rtacha chidamli bo'lgan. Ya'ni biza anjir yoki uzum yoki anorni ko'mmaslik haqida gapirmayapmiz. Ya'ni 100% ko'mas. Ya'ni ular bizda ham ko'mas. Biza hozir shaftoli yoki o'rik yoki gilos haqida gaplashamiz. Ularni ham sovuq urib ketishi mumkin. U yoni sovug'i kuchli bo'lishi mumkin-da. Ya'ni navlarni sinashga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zi navlar chetdan kelayotgan navlar sovuqqa nisbatan chidamsizroq bo'ladi. Ya'ni aynan mahalliylar chidamli-yu, chetdagi chidamsiz emas demoqchi emasman. Ya'ni mahalliy navlarni tarafdorlar noto'g'ri tushunmasin. Biza faqat shu yangi navlar tarafdorimizda mahalliy navlarni o'sha bir meros sifatida saqlab qolish mumkindir yoki ustunligi bo'lsa yetishtirishimiz mumkin, lekin yangi navlar hozircha amalda tan olish kerak, mahalliy navlarni bozordan siqib chiqarib bo'ldi desangiz ham bo'ladi deyarli. Bir ikkita sanoqli navlar qolgan xolos. Yaxshi borayotgan bo'lsa bildirib qo'ysangiz, hurmatli dehqonlarimiz, bobo dehqonlarimiz, o'z juda ham zo'r mavzuda Mansurbek baribir. Chunki har bir O'zbekistonlikni ichida yashirin bog'bon yashaydi. Yashirin bog'bon yashaydi. Bizda mana hattoki shu gaplar ham aynan O'zbekistonda, o'zbeklarning ichida borki, cho'p tiqsa o'sib ketadi degan gaplar. Bu bekorga emas. Har ikkinchi odam, deyishgan odam hozir noto'g'ri eshitiladimi deb qo'rqadi, chunki deyarli hamma meva sohasiga daraxt o'stirishga qiziqadi. Nimadir? Farzand ko'rdi, daraxt ek. Nimadir bo'ldi, daraxt ek. Hovli olsa daraxt ekadi. Mozorgacha daraxt ekadi, Mansurbek, ya'ni mozorga mevali daraxt ekib qo'y. Siz birov esa shuni hisobida. Endi men uni to'g'ri noto'g'ri degan ma'noda emas, ya'ni shu darajada ekish degan narsada, hali daraxt ekish bo'yicha bizga qiziq mavzu. Xalqimiz juda ham ajoyib. Endi lekin bir narsa tan oladigan joyimiz ham bor. Bizda shu hali faqat og'izdan og'izga o'tib keladigan holatda-da, boyagi ilmi bo'yicha biroz professionallar bilan ozgina shug'ullanishimiz kerak. Masalan, siz boya mevachilikning ilmi bilan shug'ullanishingiz kerak, siz men o'zim o'ylayman. Mevachilik, men yildan beri mevachilik bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, daraxt uyda doim bo'lgan. Qurib qolsa kesib tashlaymiz, keyingisini ekamiz. Endi shu yerda qanaqa ilm ekan degan narsa, lekin mana sekin asta ma'lum bo'lyaptiki, mana oddiy misol shu yerni sho'rligi, suv masalasi, suvni sho'r bo'lish masalasi yoki Toshkentda ekish mumkin bo'lgan, Andijonda ekish mumkin va Qoraqalpog'istonda ekish mumkin bo'lgan daraxtlarni ajrata olish, navlar chet eldan kelayotgan, o'zimizdagi navlar degan narsalarda albatta bu bilan jiddiyroq shug'ullanishimiz kerak. Demak, o'sha Qoraqalpog'iston bo'yicha gaplashayotgandik. Endi
iqlimini gapirib turuvdik, ya'ni qishda o'ta sovuq bo'ladi, yozda o'ta issiq bo'ladi. Shunaqa daraxtlar bormi o'zi unisiga ham bunisiga chidaydigan? Ya'ni o'zi mevachilik demak sohasida maslahatchi sifatida ham, agronom sifatida ham biza mo'tadil iqlimni yaxshi xush ko'ramiz. Xuddi daraxtlardek, chunki o'zingiz ham bilasiz, shu issiq suv kuydiradi, sovug'i kasal qiladi, illig'i baribir doim yaxshi. Shu mevachilik va daraxtlarda ham imkon boricha mo'tadilroq bo'lgani yaxshi, lekin bitta narsa bor-da, mana shunaqa hududlar bor. Bahori, yozi o'ta issiq bo'ladi, lekin qishda qattiq sovuq kelmaydigan hududlar bor-da. Bunaqa hududlarda men nimaga bu narsani aytyapman? Odamlar o'ylamasinki, o'ta issiqda mana o'rik yoki shaftoli yoki gilosli ertaki navlarini yetishtiryapmiz-ku. Bu gap xato demaslik uchun aytyapman. Ya'ni qishda o'ta qattiq sovuq kelmasa, hozir biz sanab o'tgan danakli mevalarni issiqda ham yetishtirsa bo'ladi. Ya'ni bularda unaqa bir salqinga katta talab yo'q aslida. Misol uchun shaftolini Namanganning Pop To'raqo'rg'on hududlari bilasiz, unaqa salqin joylar emas. Babi issiq, Quvala ham unaqa mo'tadil ham deyish qiyin, ya'ni ertaki zonalar hisoblanadi. Shunchaki u joylarda keskin qishki sovuq yo'q. Hamma gap shu yerda, hamma gap shu yerda. Ya'ni yozi issiq bo'lgani bilan qishi sovuq emas. Qoraqalpog'iston, Xorazmdagi bog'bonlarimizga qiyinchilik tomoni shuki, qish o'ta sovuq, yoz o'ta issiq. Mana shu narsa muammo bo'lishi. Mansurbek, sovuqda daraxtlar dam oladi, shuning uchun sovuq ham kerak degan fikrga to'g'ri. bor narsa. Shunaqa fikr bor. Qishki sovuqqa talab degan tushuncha bor mevali daraxtlar ichida. Bu 0 darajadan +7 darajagacha bo'lgan oraliqdagi sovuq harorat haqida gap ketmayapti. Bu anomal sovuqlar to'g'risida. Yo'q, -30, -35 haqida gap ketmayapti. Endi aytaylik, -20 desangiz, shaftolini hosilini yo'qotasiz-da, -20 bo'lganda. Misol uchun -20 bo'lsa, qishda -20 bo'lsa, uxlab turgan daraxt hosilini yo'qotasiz. Qanday qilib? Bahor chiqqanda, chunki bu yerda shunaqa endi ajratishimiz kerak bo'ladi. Demak, mevali daraxtlarni sovuq uradi deganda, qaysi sovuq va qachon uradi degan tushunchalar bor-da. Qishki sovuq uradigan holat bor. Bu o'sha anomal sovuqlar, aytaylik, shaftoli yanvar boshida -25 bo'ldi, shaftoli turibdi. Gul kurtelaringiz ketdi. O'sha vaqtda o'zi kurtekli bo'ladimi? Ha, gul kurtelar, ya'ni siz mana aytaylik 25-yilgi mavsumda gul kurtelar shakllangan bo'ladi. 26-yilgi mavsumda siz meva kutayotgan bo'lasiz shu kurtelardan. Bu kurtelar kuzda shakllanib qo'yadimi? Kuzda emas, mavsum davomida. Mavsum davomida. Bu yangitdan bahorda chiqmaydimi? Endi bu G'ayratxo'ja aka, shaftolini meva berish tabiati bu o'zgacha narsa-da, ko'pchilik adashtiradi. Shaftoli har yili 1 yoshli nodada meva beradi. Bu yil o'sadi, keyingi yil beradi. Bu yil o'sadi, keyingi yil beradi. Keyin hosil bergani keyin undan keyingi yilgacha bermaydi. Yo'q. 1 yoshli noda, faqat 1 yoshli noda meva beradi. Ikkinchi yilga ushlab qoldingizmi, uni o'zida meva bo'lmaydi. Undan chiqqan shoxda bo'lishi mumkin. Qanada bo'ladi, lekin u xato ish bo'ladi. Chunki har yili siz 1 yoshli nodani kerak emas bo'lgan nodani qoldirib qo'yaversangiz, mana meva oldingiz. Mevani olib bo'lganingizdan keyin o'sha nodani siz yo ertakina bo'lsa mavsum boshida olib tashlaysiz terimdan keyin, yoki keyingi mavsum oldidan bahorga o'sha qishki bahorga kesishingizda olib tashlashingiz kerak bo'ladi, meva olib bo'linganda. Endi olmasangiz nima bo'ladi desiz, o'sha noda kelayotgan mavsum yana yonidan 1 yoshli noda beradi. Siz uni yana qoldirasiz, yana berib, meva tanadan qochib ketadi. Mayda bo'ladi. Shu sababli ham shaftoli tez qariydi degan fikrlar keyin chiqib keladi. Odamlarning orasida bilsangiz, mana shaftoli tez qarib qoladi degan fikr bor xalq orasida. O'zi uyda shunaqa ham bo'lardi. 3-4 yildan keyin shaftoli 1 yoshli nodasini har yili meva olib bo'lganingizni olib tashlashingiz kerak. Shunda qarishi sekinlashadi. Uyda ham. Albatta. Shaftoli uyda ham, bog'da ham shaftolisi borlar e'tibor berib qo'yamiz. Meva qilgan shoxni kesish kerak ekan keyin. 1 yoshli meva olingan noda har yili yengillanishi kerak shaftoli. Yengil. Lekin tanasi o'saveradi. Bu yerda mana shu ko'rsata olamiz-a? Ko'ryapti hammaga. Hop. Bu asli olma, G'ayratxo'ja aka. Lekin tushuntirishga bo'ladi. Mana bu daraxtimizda ikkita qalin shox ko'ryapsiz. Bu bibaum, ya'ni ikkita yetakchilik usul. Mana shu ikkita qalin shox daraxtning doimiy qismi. Ya'ni biz yoshligidan shu ikkita shox tarbiya qilgandan keyin
kelib turib kesish davomida buni bu yoqdan yo pastidan yo uchidan kesib yubormaymiz. Ya'ni maksimum balandligiga yetib olgandan keyin o'sha balandlikdan kesiladi. Aytaylik biz Ya'ni bizga kerakli bo'lgan. mana 3 metr xohlaganmiz, 3 metrdan o'sib ketdi. 3.20, 3.5 bo'ldi. 3 dan qaytaramiz. Bu yoqdan kelib kesilmaydi bu narsa hech qachon. Bu asos. Bu asos, skeleti daraxtni. Endi tasavvur qiling shu shoftoli. Asli shakl berish usullari boshqa shoftoli, tasavvur qiling shoftoli. Mana shu 1 yoshli biz aytayotgan novda. Meva oldingiz. Mana shuni kesib olasiz. Shunda 1 yoshli novda, yangi novda yana daraxtingizni asosiga yaqin joydan o'sib chiqadi. Va keyingi yil hosil beradi. Ha, keyingi yil hosil beradi. Aytaylik 25-yil. Uzr Mansurbek, mikrofon gapirasiz. Mikrofondan ketib. Yo'q, mikrofonni sursangiz bo'ladi. Bemalol. Bo'ldi. Mana bor ekan-ku bu narsa. Xullas, mana shu narsa aytaylik 1 yoshli shoftoli novdasi tasavvur qilsak, 10-iyunda pishib bo'ldi shoftolimiz. Biza mevani terib oldikda, darhol tushib turib, yashil kesishni amalga oshirayotganda, meva olingan novdani ikkita kurtakka kesib yubordik. Ikkita kurtak degani nima? Ya'ni pastki qismida kichkinagina butoqcha qoldiramiz. To'liq tegib bilan olmaymiz. Shundan keyin mavsumning qolgan qismi davomida suvingizda muammo bo'lmasa, daraxtingiz o'sib tursa, kelasi yil uchun 1 yoshli mevali novda chiqishga ulguradi. Hosil olib bo'lganingizdan keyin. Albatta. Ulguradi. Ya'ni shoftolida shuning imkoni bor. Endi hattoki chiqmagan taqdirda ham sizda terimgachon bo'lgan vaqtda boshqa 1 yoshli meva beradigan novdalar ham chiqqan bo'ladi. Bu shunchaki sizda qo'shimcha tanlov bo'ladi kelasi yil. Endi xato nimaki? Xato mana shu novdadan meva oldingiz, kelasi yilgi bahorga kesishingizda meva olingan novdani tegmadingiz, qoldirdingiz. Endi bu novda keyingi mavsum yana o'zidan novda chiqaradi. Va qarabsizki, mana asos qalin shox bu yoqda turibdi, ona shoxi, mana bu yoqdan meva olyapsiz. Endi qoida bor, danakli mevalarda, umuman o'zi hamma mevada ham va xususan danakli mevada meva tanaga qancha yaqin bo'lsa, shunchalik yirik va sifatli meva bo'ladi. Chunki oziqani yaqinroq oladi. Albatta, mana qon tomiriga yaqin turibdi. Bu fizika. Fiziologiya desangiz bo'ladi, fiziologiya. Oziqani yaqinroq olgandan keyin tezroq oladi. Xuddi shunaqa. Qarang, bu uyda anjir shoftoli bormi endi? Qiziq holat kuzatdim. Mana hozir endi tushundim nega bunday bo'lganini. Bahorda o'sdi, chiroyli bo'lib, yashil bo'ldi va meva tugdi. Meva tugdi, keyin shu yozda mevalari pishib, ozgina pishmaganiga terib olindi. O'zi birinchisi edi. Keyin birdaniga kuzga yaqin yana ham yashillashib ketib qoldi daraxt. Lekin hech narsa kesmagandim. Demak, u shoxni o'zidan ham chiqarib yuborgan, shundaymi? Shunaqa. Endi bitta narsa bor, G'ayrat aka. Meva daraxt o'sishini sekinlatadi. Siz mevani terib olganingizdan keyin daraxt kishanlaridan yechildi, bo'ldi. Endi o'sadi. Endi o'ziga sarfladi kuch. Xuddi shunaqa. Undan oldin mevani boqyotdi. Tepalaridan shoxlar chiqarib, hali bu juda rivojlanib ketdi-da. Shunaqa. O'ylaymanki, muxlislarimizga ham foydali bo'ladi. Endi boyiginga qaytamiz. Ya'ni yer tanlashda sho'rligiga qaradik, Mansurbek. Yer va suvni sho'rligiga qarash kerak. Hammasi yaxshi bo'lsa, suv manbasi yetarli bo'lsa, marhamat, keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Endi yana keyingi masalaga o'tamiz. Mevali bog' qilishdan oldin bu ishdan nima topasiz va nima yo'qotishingiz mumkin? Buni hammasini oldindan bilishingiz kerak. Sizga ertaga bu narsa surpriz deydi-yu, yangilik bo'lmasligi kerak-da. Bunaqasi ham bormidi bu sohada degan narsa bo'lmasligi kerak. Aytaylik, sovuq uradigan zonaga bog' qilgan bo'lsangiz, aytaylik 10 yilda yoki 20 yilda bir necha marta sovuq bo'lishini hisobini olib bog' qilishingiz kerak va o'sha sovuq kelganda, men buni bilardim, men rozi edim bunga degan fikr bo'lishi kerak sizda. Agar rozi bo'lmasangiz, boshidan rozi bo'lmasdan bog' qilmasligingiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Sodda qilib zamonaviy tilda aytsak, biznes plan bo'lishi kerak sizda va biznes ilmi bo'lishi kerak. Ya'ni bu ishdagi risklarni to'g'ri baholashingiz kerak bo'ladi. Endi katta daromad bor joyda o'zingiz ham bilasiz, katta zarar ham bo'ladi, G'ayrat aka. Ayniqsa bog' sohasi, biz aytdik, birga bir emas, joy kelsa tikkan pulingizni 10 barobar ham chiqarib olasiz. Agar hammasi to'g'ri tashkil qilsangiz va bitta narsani aytishim kerak, Xudo xohlasa. Ya'ni sizni peshanangizga o'sha daromad qilish yozilmagan bo'lsa, nima qilsangiz ham foydasi yo'q. Yo'q, qadardan. Ha, xuddi shunaqa. Endi sabablari haqida gaplashyapmiz. Endi 4-masala hududga qarab meva turini tanlash. Buni siz ham hozir mavzu qilib ko'tardingiz. Bitta narsa bor-da, odamlar orasida mana hozir sizlar sababchi shuni xalqqa murojaat qilib etsa yaxshi bo'ladi, bog' qiladiganlarga. Vodiy yoki Surxondaryoni
issiq bo'ladigan ertaki zonalarida shaftoli, o'rik, gilosni erta yetishtirish mumkin va bu holatda mevalar narxi bozor qoidalariga to'g'ri kelmaydigan darajada baland bo'ladi. Baland bo'ladi. Ha, 100 minglab ham o'rik, 100 mingga ham gilos sotiladi kerak bo'lsa. Yoki 60 ming, 70 mingga shaftoli sotiladi. Ya'ni ularni ataylar qimmat sotmoqchi bo'lgandan emas. Yo'q, men boshqa narsani aytmoqchiman. Ya'ni o'zi bozor shunday o'sha vaqtda. Ya'ni shu vaqtda, demak, O'zbekistonda shunaqa hududlar borki, mevani erta chiqarsangiz, aqlga sig'maydigan darajada qimmat sotish mumkin. Endi qarang, bundan nima muammo kelib chiqyapti. Mevachilik sohasiga yangi kirgan odam mana shu etilgan ikkita hududda emasda yeri. Yo Toshkent, yo Sirdaryo, yo Jizzaxni o'rta o'sha tekislik bo'lgan hududlarda bog' yeri bor. Ko'rdi, deyapti, shaftolini shuncha pulga sotsa bo'lar ekan yoki o'rikni 100 ming sotsa bo'lar ekan. Nima o'sha navi nima ekan? Ha, aytaylik, Borsalino yoki Magador degan nav ekan. Olib keling. Olib kel. Ha, nech pul ko'chat? Bo'ldi, biz ham ekanmiz. Aytaylik, qancha aytaylik, 20 tonna beradim, hop 20 tonna. Mayli, men 100 ming emas, 5 dollar sotay, 60 ming sotay bo'laveradi bizaga. 20 bo'lsa, 5 dollardan sotsam bu 100 ming pul bo'lar ekan, 20 tonna bo'lsa. 10 gektar ekanman, olib keling deydi va oxir oqibat bankrot bo'lib, tavbasiga tayanib chiqib ketadi. Nega? Sababi bu etilgan ikkita hudud O'zbekiston ichida, Markaziy Osiyoda ham noyob hududlardan hisoblanadi. Ya'ni bog' uchun o'ta foydali bo'lgan hududlar. Surxondaryo, keling xaritadan shu narsani aniqroq. Demak, Surxondaryoning mana shu hududlari, janubiy erta pishadigan hududlari va shuning uchun ham Sherobodda anorlari zo'r hisoblanadimi deyman. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi va vodiy. Bu o'sha vodiyning ham erta pishar hududlari va qishi qattim kelmaganini hisobiga. Bu vodiyning bunday hududlari qaysi hududlar hisoblanadi? Ko'proq. Misol qilib aytamiz, Namanganni To'raqo'rg'on, Qop, ha mana. Qo'qon atrofini ham misol qilish mumkin. O'zbekiston tumani bor. Farg'ona tumani bor. Rishtonlar ham yomon emas aslida. Bundan tashqari Quva bor. Quva. Mashhur bilasiz Quva. U ham Quva. Aynan endi asli bunaqa hududlar yana bo'lishi mumkin, lekin eng mashhurlari, eng o'sha ko'zga ko'ringanlari erta pishish bo'yicha iqlimini yuqorida etilgan mevalarni yetishtirib turib qimmat sotishga moslashganligi bo'yicha mana shu hududlar alohida ajralib turadi. Endi shu Toshkentga men olib keldim. Shu hududdan andoza olib, siz ham katta foydani ko'zlab boqsangiz, sizda bunaqa ish bo'lmaydi, o'xshamaydi. Men shu o'rinda yana bitta narsa aytaman. O'tgan safargi ko'rsatuvimizda ham bu narsa aytilgan. Ya'ni bu yerda yetishtiruvchi boshqa hududda qilinayotgan zo'r daromadni ko'rib turib, menda ham shu narsa bo'lar ekan deb turib, shundoq ko'chirib olib kelishi birinchi xato. Ikkinchi vaziyat bu Farg'ona vodiysidan bo'lgan hamkasblarimiz hamma O'zbekistonning hamma hududlarini Farg'ona vodiysidek ko'rishi. Chunki men ko'rmasam, bilmasam, shu narsani amaliyotda uchratmasam gapirmayman. Gilosni yoki o'rikni Toshkentga ertaki navlarini ekib bog' qilib bergan holatlarini men ko'rganim uchun gapiryapman, G'ayrat xo'ja aka. Siz farg'onalik mutaxassismisiz? Iltimos, O'zbekistonning boshqa hududlarini ham o'rganing. Ya'ni men hech qanaqa tanqid yoki cheklov emas, bu sizga tavsiya, o'zingizga foyda bo'ladi. Bu xuddalik O'zbekistondan Polshaga borib, qaysi navni ekitsa, polshalik mutaxassis aytib yuborgandek bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni esingizda bo'lsa, bizda O'zbekistonda meva bermaydigan 3-4 ta gilos sanab o'tganmiz. Polshaga borib so'rasangiz, o'shani aytadi. Kuchli mutaxassislar shu navlarni tavsiya qiladi. Chunki ularda u zo'r. Ularda yaxshi. Iqlim o'zgaryapti, qonun-qoidalar o'zgarib ketyapti. Qarang, bu yerda iqlim nimasiga ta'sir qiladi deylik. Mana bizda nazarimizda O'zbekistonda havo bir xilga o'xshaydi. Toshkent bilan Surxondaryo biroz issiqroq deymiz bo'ldi. Vodiyniku unaqa issiq ham demaymiz o'zi. Bu yerda eng asosiy masala qishki sovuqlar. Ha, qish. Birinchisi, ya'ni qishda anomal sovuq bo'lish ehtimoli bor bo'lgan hududlar bor va bu narsadan nisbatan himoyalangan hududlar bor. Biz faqat issiqni emas, sovuqni ham o'ylashimiz kerak. Ya'ni eng muhim masala sovuq bu. Sovuq. Ha, issiqdan ham oldin asli sovuq. Mana siz boya shoptolni aytdingiz. Ya'ni qishda juda qattiq sovuq bo'lsa, o'sha yil shoftoli hosil ketadi. Birinchi navbatda yana harorat minusga qarab yuraversa, daraxtni o'zini ham yo'qotasiz. Endi mana nimaga sovuq deyapmiz? Qishki anomal sovuqlar, o'zingiz ham bilasiz, 3 yil, 4 yil oldin qattim keldi va o'sha vaziyatda
gilos daraxtlari, yetilgan, meva berib turgan gilos, shaftoli daraxtlari Toshkentda yo'qotildi va qaytadan shoxlatib o'stirildi. Bu narsa Namanganning salqin bo'lgan hududida ham kuzatildi. Gilos daraxtlarini qaytadan shakl berishimizga to'g'ri kelgan. Endi ikkinchi sovuq turi bor, bahorgi takroriy sovuqlar. Bani o'rik gullagandan keyingimi? Albatta. Bodom yo o'rik gullagandan keyin aytaylik bahor keldi deb o'ylaysiz va yana ketidan bir hafta o'tib qish keladi. Bu narsaga aytaylik deyarli butun o'sha O'zbekiston hududi bo'ylab tog'li hududlar nisbatan yaxshiroq hisoblanadi. Ya'ni oldin ham aytilgan bu gaplar. Qish tog'li hududlarda o'z o'rnida keladi va bahor keldimi, ketidan qaytadan yana qish kelib qolishi kamdan kam bo'ladi. Bo'ladi, kamdan kam bo'ladi. Lekin Toshkentdan boshlab aytaylik Samarqandgacha bo'lgan hududlarda takroriy sovuqlar bo'lish ehtimoli bor, yuqori. Ayniqsa Toshkent, Sirdaryo, Jizzax bu eng qizil zonalar hisoblanadi. Ali qishni bir kuni qolsa ham qo'rqin degan gaplar ham bekor bo'lishi mumkin. Vodiy himoyalangan shu narsadan. Chiqdimi chiqdi? Ha, anomal bo'lgan, o'tdi ham, ya'ni anomal ularni o'zini doimiy haroratiga nisbatan anomal harorat bo'lgan. O'sha bizda -30 ga chiqib ketgan vaqtlari va o'sha yilda birorta ko'chatchi ko'chatim sovurib ketdi yoki birorta bir bog' egasi bog'imni sovuqdan yo'qotdim deganni men deyarli ko'rmadim. Vodiyda. Shu aytganimda bitta shu Namanganning Yangiqo'rg'on tumani bor. Shu yerda gilos daraxtlarini yo'qotib qo'ydik 3 yoshida adashmasam. Butun daraxt yo'qotildimi yoki meva beradigan shoxlarimi? Meva beradigan shoxlari biz qaytadan shoxlatishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni to'liq qurib ketmadi. 2 yilga kamida ishimiz orqaga ketdi. Endi xuddi shu hududlarda, ya'ni sovuq urish ehtimoli kam bo'lgan hududlarda va ertak hududlarda zo'r pul qilayotgan odamlarni ko'rib, siz hech qachon o'zingizga shu narsani olib kelib boq qilmang, agar sizniki o'sha hududda bo'lmasa yeringiz. Endi bu yerda men shu yerda bir fikr aytishim kerak. Gektariga o'rtacha 50 ming dollargacha daromad olib keladigan mevani sovuq urib ketishi mumkin bo'lgan hududga ekkandan ko'ra gektariga o'rtacha 200 milliongacha, 200 million so'mgacha daromad olib kelishi mumkin bo'lgan, ammo qishki va bahorgi sovuqlarga chidamliroq bo'lgan meva turi ekkaningiz yaxshiroq. Endi albatta risklarni ya'ni bu yerda men o'sha qopqon deb aytsam to'g'ri bo'ladi. Qopqon qanaqaki, mana qilyapti-ku bu har bir kilosini 100 mingdan sotyapti-ku, nimaga men qila olmayman? Men ham qilaman deydi. Bu asli qopqon bo'ladi. Sizni hududingiz, sizni yeringiz bunga moslashmaydi. Qilmoqchi bo'lsangiz, borib o'sha hududga qiling. Deylik, qaysidir yili o'xshashi mumkin. Kamdan kam 10 yilda bir marta g'ayrat qiladi. Demak, riski juda baland ekan-da. U ish sizga foyda keltirmaydi. Va bitta narsa aytaman, mana 5 yoshli o'riklardan bu yil Toshkentda meva oldik. Yaxshi sifatli qilib yetishtirdik, yomon narxga sotilmadi, ammo 5-yilda bir marta olinyapti. Va degan joyi bor. Bundan keyin nima bo'lishiga hech kim kafolat bermaydi. Xudo biladi, bu yo'q, yana nima bo'ladi. Yana ham, ya'ni misol uchun mana hozir bu odam nima qiladi? Qishda yoki bahorda sovuq kelmasin deb yuragini qo'yishtab o'tirish kerak-da. Sizga bu narsa kerak bo'lsa, marhamat, o'rik, shaftoli, gilosni qishki yo bahorgi sovuq uradigan joylarga ekavering. Agar qulog'im tinch bo'lsin desangiz, siz agar yeringiz avvaldan olib bo'lingan bo'lsa, yerni o'zgartira olmasangiz, endi foydasi nisbatan kamroq, lekin xavfsizroq mevani eking. Ya'ni yo yerni tanlang yoki navni tanlang-da, shundaymi? Meva turini. Meva turini. Ha. Ya'ni boshida yerni tanlash aslida yaxshiroq. Ha, endi imkoniyat bo'lsa. Endi keyingi masalaga o'tsak, ruxsatingiz bilan, bozorni oldindan bilishingiz kerak. Ya'ni nima degani u? Aytaylik, bog'qovoz falon meva turi, falon navini tanladingiz. Ya'ni boyaga aytilgan masalalarni hisobga olib, to'g'ri kelar ekan. Deylik, o'rik mana. O'rik to'g'ri keldi sizga. Falon navni tanladingiz, o'sha navni bozori bo'lishi kerak va sizni o'sha qoniqtirish kerak. Bozori deganda nimani nazarda tuting? Sota olishingiz kerak ertaga. Ya'ni siz ya'ni bizani hamkorlarning ichida shunaqa vaziyatlar ham ko'p bo'ladi. Mevani yetishtirib qo'yadi-da, kimga sotishni bilmaydi. Yo, o'zi qidirib yurmaydimi meva sotib oladiganlar? Doim emas bu narsa. Doim ham bunaqa bo'lmaydi. Sizni mevangizni bozor qaysi holatda bozorni aniqlamasa ham mevasi sotiladi desangiz, erta pishsa, noyob nav bo'lsa, o'ta yirik bo'lsa, bo'lishi mumkin. Ya'ni ularga talab doim bor. Ha, lekin bu narsani hisobini olmay qilish u
tavakkalchilik va katta tavakkalchilik. Ya'ni siz bozoringizni talabidan, misol uchun men sizga misol qilib aytaman. Yirik mevani xohlaydigan bozorlar bor. O'rtacha kattalikdagi mevani xohlaydigan bozorlar bor. Siz yirik meva yetishtirishingiz doimo majburiy emas aslida. Yoki shunaqa meva turlari bor, u yerda mevani yirikligi o'ta muhim bo'lmaydi. Misol uchun endi asli yirik bo'lsa yaxshi, olxo'rini quritiladigani yoki so'kka ketadigan olma qilmoqchisiz. Misol uchun, u yerda kim so'raydi sizdan yirik bo'lsin deb. Sizni maqsadingiz boshidan so'kida misolda. Ya'ni maqsad boshidan aniq bo'lishi kerak. Bu yana muhim masala bu ham. Navi aniq bo'lmagan ko'chat ekmaslik kerak, bu keyingi masala. Navi aniq bo'lmagan ko'chat ekmaslik yo'q, shunaqasi ham bo'ladi. Shunaqasi ham bo'lgani uchun shu narsani ogohlantirib, mana endi bog' qiladigan odamlarga eslatma sifatida. Sotib olayotganda navini yozib rasmlarga chiqib qo'yishadi-ku. Endi bu yerda bozorda G'ayratxo'jaga ko'p bo'ladi, o'rta kattalikdagi bog'lar yoki tomorqa yoki xonadon bo'lsa, navini bilmayman, shu bozorda berishda olib ekyapman deydi. Biz shunday ekanmiz. 5 yil, 6 yil o'tadi, haligi daraxt yo meva bermaydi, gullamaydi umuman, yoki gullasa ham solmaydi, yoki solsa ham bemaza bir nav bo'lib chiqadi. Mana bizda oq tut ekkandim, qizil bo'lib chiqdi-da, xullas. Endi u yerda mazasi ma'qul kelsa sizga muammo yo'q, lekin endi qizil yaxshi, faqat endi kiyimga tegishini o'ylab, hozir o'ylayapman, uni hali oq tutga o'tkazib yuborishni o'ylayman, lekin shuncha yil kutganingdan keyin qizil bo'lib chiqsa, siz xohlagan narsa emas. Qizil bo'lib chiqdi. Mayli, u siz boshida reja qilgandan yaxshiroq narsa bo'lib chiqishi mumkin, lekin siz xohlagan emas-da. Xohlaganingiz bo'lishi uchun navi nomi aniq bo'lishi kerak. Endi bu keyingi masala ko'chatchi masalasi, uni keyin gaplashsak bo'ladi. Masalan, uyga olganingizda mayli, bu tavakkali juda minimalda, endi mayli keyingi yil boshqasi. Iqtisodiy tavakkalchilik yo'q, yo'q darajada. Lekin bog' qilayotganda qanday qilib navini bilmay qolish mumkin? Shunaqa vaziyatlar bo'ladi G'ayratxo'jaga, ko'chatchi. Endi bu yerda navini qanaqa bilmay qoladi? Shu yirik bo'ladigan gilos bergin, endi eski ko'pincha bu tushunchalari eski bo'lgan odamlarda shu yirik bo'ladigan shu yoshligimizdagi gilosdan bog' qilmoqchiman. Shundan bergin bo'ldi deydi. O'sha endi bitta narsaga e'tibor bering. Men kecha mana Baxmal deydi, shu bitta hamkasbimiz Samarqand gilos deyaptilar. Samarqand gilos qarang. Toshkent gilos, Qo'qon gilos, keyin Valovoy 1, Valovoy 2, mana shu nomlar, Napoleon 6 xilmi, 7 xil nom sanadimda hozir. Hammasi bitta gilos haqida. O'zi bu bitta gilos. Bu hali Toshkentda Toshkent suv, Samarqandda Samarqand. Bichi gilos bor-ku, Valovoy sertsa. Ana o'sha nav haqida gap ketyapti. 7 xil nom qarang. Ajoyib. Bu boyagi mineral suvdan-da. Toshkentda u Toshkent suv, Samarqandda Samarqand suv bo'ladi, Farg'onada Farg'ona suv bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Endi men nimaga bu narsani aytyapman, G'ayratxo'jaga? Shu meni yoshligimdagi shaftolidan bergan yoki falon gilosdan bergan deb turib bog' qilib yuboradiganlar ham topilyapti-da. Bu yaxshi emas. Boshchilikda bu o'tmaydi endi. Navi bilish kerak. Endi keyingisiga o'tsak bo'ladi. Bu shoshilinchda ko'chat olmang degan tavsiya. Ya'ni hech qachon mana hamma aytaylik, biza bergan tavsiyalarga amal qildingiz, hududingiz, joyingiz hammasi yaxshi, suvingiz bor. Nav meva turini tanladingiz, navini tanladingiz, payvanddagini tanladingizda, endi ko'chat oladigan nuqtaga keldingiz. Falon ko'chatchiga kelasiz, bitta shu qismi siz xohlayotgandek bo'lmayapti. Payvandi boshqacha yoki nav boshqacha yoki ko'chat sifati sal pastroq. Bo'ldi, olmaslik kerak. Ya'ni o'sha yili siz bog' qilmang yoki ko'chat ekmasangiz ekmang, 1 yil kuting, lekin shoshilinchda ko'chat olmang. Ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bizani hammasi bu tajribadan, amaliyotdan olinayotgan tavsiyalar. Bu yil qilmasam bo'lmaydi. Bu yil ekmasam bo'lmaydi degan gaplar ko'p. Biz har doim shunday boshlaymiz. Ya'ni shu vaziyatda mayli bir boshqa bir ekin ekib turarsiz yoki bir boshqa bir olchami bir ko'chat ekib turarsiz, lekin 1 yil kutib to'g'ri ko'chatga pul sarflashingiz kerak bo'ladi. Shoshilinchda ko'chat ekib bo'lmaydi. Bu muhim tavsiya bu. Ya'ni kerak bo'lsa 1 yil kutganingiz yaxshi. Keyingisi sifatli ko'chatdan hech qachon pul tejamaslik kerak G'ayratxo'jaga. Chunki bog'da daromadni ko'chat keltiradi. Bog'da siz hech qachon traktordan yoki tomchilab sug'orishdan yoki atrofini panjara qilganingizdan pul topa olmaysiz. Lekin meva yetishtirib, mevani sotsangiz, sizga daromad keladi. O'sha mevani sizga yaxshi, to'g'ri ko'chat beradi.
Mansurbek, mana shunda ikkinchi savol paydo bo'ladiki, o'zingiz ko'chat yetishtirishingiz mumkinmi o'zingizni bog'ingizdan? Ha, endi to'g'risini aytaman, men o'tgan safar ham O'zbekistonda professional ko'chatchilar yo'q degandim, eslasangiz. Undan keyin ko'pchilik yozdi menga. Kim u? Endi o'zi kutilgan edi. Ha, siz bilganingiz kim u professionalga yaqinroq deb ko'pchilik yozishdi. Afsuski hozircha yo'q, lekin bunaqa loyihalar ketyapti. Xususan bizning tashkilot ham bundan tashqari o'sha umuman davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosat natijasida shunaqa to'g'ri ko'chatchiliklar tashkil bo'ladi yaqin yillarda, xudo Bu yerda xohlasa. eng muhim qismi biz juda ham yodimizda qolgan ona bog' degan Ha, qism bu juda ham muhim. Hatto Humoyun ham aytdi-ku, yaxshi bo'ldi shu narsani bilib qo'yganmiz. xuddi shunaqa shu tavsiyalar asosida, shu qoidalar asosida loyihalar yo'lda. G'ayratxo'ja aka, undan keyin bir qo'rqmay tavsiya qilamiz, xudo xohlasa. Deylik, Mansurbek, bog'ni egasi o'zi qila oladimi? Ha, endi mana shu savolingizga kelyapmiz. Mana shu vaziyatda, ya'ni to'g'ri ko'chatchini tavsiya qila olmaydigan vaziyatda ko'chatni o'zingiz qilishingiz mumkin deymiz. Agar vaqti bemalol bo'lsa, 2 yil kuta olaman desa, payvantaga navini tanlab beramiz va joyiga ekib turib ko'chat qilmaslik sharti bilan. Ya'ni Nima deganingiz? aytaylik, bog'ini 5 ga 3 metr qilib ekmoqchi o'zi. Payvandda o'sha ko'chat qiladigan ildizini ekib turib, to'g'ridan to'g'ri bog'ga o'tib ketmaslik. Ha, ya'ni ekkan narsangiz keyin bog'ga aylanish kerak emas. Ha, ya'ni alohida ko'chatchilik qilib, alohida yerda aytaylik 100 ming dona ko'chat yetishtirasiz. Uni zo'r qila olsangiz 50 ming donasi sifatli ko'chatga aylanadi, 50 ming donasi ingichka yo qurib qoladi, yo payvand ushamaydi, masalasi ko'p. Zo'r ko'chatchilar aslida bundan ko'proq qilishi mumkin, lekin o'rtacha yaxshi ko'rsatkich 50% siz bo'ladi. Endi meva turi bu talab ko'p. Payvandning turi, nav hammasi rol o'ynaydi. Endi 50% yaxshi ko'chatga aylanadi. Shuni ichidan saralab keyin bog' qilasiz. Nimaga? Joyida bo'lsa, aksincha, hali o'zi katta bo'lgan joyda yaxshiroq emasmi? Joyida bo'lsa, aynan siz aytgan ustunligi bor, lekin uni kamchiligi kattaroq. Nima kamchiligi? Siz men aytdim-ku, 100 ming dona ko'chatga harakat qilgan bo'lsangiz, 50 mingtasi siz xohlagan ko'chat bo'ladi, 50 mingtasi u to'g'ri ko'chat bo'lmaydi. Ingichka, qiyshuq, yo ushamagan bo'ladi. Endi tasavvur qiling, siz 10 gektar bog'ga 5 ga 3 metr qilib turib, shu ko'chatni joyida bog'ga aylantirmoqchisiz. Bog'ingizning 3 gektarida yaxshi ko'chat, qolgan 7 gektari aralash quralash, biri o'sgan, biri ushamagan, biri qurib qolgan, uni to'ldirasiz. Bu daraxtingiz katta bo'lib ketdi, oraga ekkaningiz mayda bo'lib qoldi yoki boshqa nav ekib qo'yasiz. Shunaqa holatda ham ko'rdim. Pakana olmay kelgan, orasiga quriganiga yarim pakana olmay kelyapti. Bo'lmaydi unaqa narsa. Shu narsalar shu ko'chaga kirib qolasiz. Agar to'g'ridan to'g'ri ko'chatni bog'ga ekadigan bo'lsangiz. Ya'ni o'zi qilsa ham alohida ko'chatchilik qilish kerak. Ya'ni masalan, bog' tashkil qilgan odam boyagi siz aytgan o'sha payvandlarni to'g'rilab, alohida bir yerda ko'chat ham yetishtirish mumkin. Ko'chat tayyorlab keyin eksa bo'ladi. Men endi ko'chat yetishtirsin deb tavsiya bermayman. Shunaqa tanlovi bor demoqchiman. Aslida bizani tavsiyamiz har bitta ishni o'zini ustasi qilgani yaxshi. Ya'ni bog'bon bu ko'chatchi emas. Albatta, ko'chatchi bog'bon emas. Endi Ko'chatchi bog'bon bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki bir-biri bilan bog'liq narsa, lekin bog'bon ko'chatchi bo'lishi bu qiyin bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni juda yaxshi ajratib bersiz. Endi biz har doim hammasi bilan o'zimiz shug'ullangimiz keladi-ku. Orasiga yana bedani ekib, bu yerda yana bir 50 ta qo'ygan bog' qo'ysa yana ham yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Shu joyda xato ketadi. Xo'p, endi keyingi tavsiyamiz mutaxassis. To'xtang. Mansurbek o'zi. Nurbek, nima bo'yicha e'tiroz kelgandi? Beda bo'yichami? Shuni aytib ketsangiz. Yodingizda bo'lsa, birinchi kursda aytgandik, bog'ni orasiga beda ekish masalalari. Faqat beda, umuman ekmaganingiz yaxshi. Shu bo'yicha Nurbek nima deyishdi? Shuni biz ekamiz yo eksak bo'ladimi yoki nimadir deb savol berishdi. Shuni bo'sh qoladimi yoki shuncha joy undan ko'ra beda ekib turgan yaxshi emasmi deb. Bitta endi men qo'ldan kelgancha savolga javob beraman. Bu yerda shunaqa vaziyat bo'ladi. Ba'zi bog' egalari daraxtiga suv berishni, ya'ni to'g'ri yo'lga qo'ymaydi. Lekin bog'ni o'rtasini dehqonlarga beradi. Kimdir sabzi ekadi, kimdir karom ekadi, kimdir jo'xori ekib yuboradi. Endi shu sabzi yo karom yoki chesnok, piyoz, sarimsoq yoki piyoz yoki beda ekkanlarda bilasiz, suvni ular berib turish kerak, dori berib turish kerak. Shu vaziyatda ani daraxtlar qisman foydalanib qoladi. Suvdan, ozgina o'g'itdan-da, keyin
bog'bonda, bog' egasida noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Mana orasiga beda ekuvdi, mana bu yerga sabzi ekuvdi, zo'r o'sdi. Mana qara ekmovdim, o'smadi deydi. Ekmaganga suv ham bermaganda. Siz u daraxtga suvni ham bermagansiz. Bu bechara daraxt mana shu sabzi karomlarga sherik bo'lib shu holatga kelib oldi. Ha, tushunarli. Shu narsani tushuntirsangiz ham tushunmaydi, chunki hamma baribir o'zini vaziyatidan kelib chiqib fikrlar ekanda. Asli biz bog'larda ko'p uchratamiz. Kimdir aytdimi, Makka jo'xori ekib yuboradi orasiga. U daraxt soyada qolib ketgandan keyin yana ham o'sish orqaga ketadi. Rahmat. Xo'p, endi keyingi Nima nav aytdingiz? Navdan keyingisi endi. Shoshmasdan ek. Shoshilinchda ko'chat olmang dedi. Sifatli ko'chatdan pul tejamang dedi. Endi keyingisi mutaxassis yoki maslahatchidan pul qizg'anmang. Agar o'zingiz bilim olishni xohlamasangiz. Chunki mana shu narsani to'g'rilab ketishga imkoniyat paydo bo'ldi. Doim ham bog'ga pul tikayotgan odam bog' sohasini bilishi shart degani emas. Agar to'g'ri maslahatchi, to'g'ri mutaxassislarni yollasa, masala hal bo'ldi. Ya'ni qarorlarni, bog'dagi qarorlarni sarmoyador uchun mutaxassislar beradi. Ya'ni unisi yo'mursini tanlash kerak-da, yoki o'zi shunda zo'r bo'lish kerak, yoki zo'ri tanlash kerak. Albatta, albatta. Lekin degan joyi bor. Mutaxassisdan pul qizg'anmang, ammo hushyor bo'ling degan joyi bor. Nimagaligini aytaman. Chunki bu yerda mana ko'chatchilikni ichiga kirsangiz, o'zini mayda juda vaziyatlari bo'ladi. Uncha-muncha odam ichiga kirmagan odam bilmaydi yoki bog'da xuddi shunaqa maslahatchilik sohasida, shu kasb egalari ichida ham turli vaziyatlar bo'ladi. Birinchisi, bog' egasini bu sohani bilmasligidan foydalanib, ko'chatni yoki dorini narxlarini oshirib yozish yoki mana bilasiz, xuddi odamdagi o'sha tibbiyot sohasida qanday vaziyat bo'lsa, doktorlar falon aptekani tavsiya qilgandek, maslahatchilar ichida ham shunaqa maslahatchilar bor. Afsuski, mana shu dorini olash shu nomdagi, ya'ni tijoriy nomini aytadi va aynan masjiddan olsangizgina ishlaydi. Bo'lmasa, men sizga bergan tavsiyamga kafolat talab qilmang deydi. Ya'ni haligi investorni, ya'ni sarmoyadorni boshi berk ko'chaga qarab olib boraveradi. Hammasi yana o'sha birinchi berilgan tavsiya qaytib boradi. Bog' sohasini o'rganishingiz kerak bo'ladi ozgina. Yoki baribir maslahatchilar ichida 3-4 marta maslahatchi almashtirgan tashkilotlar ham bor-da. Ya'ni bu ham aslida xato narsa emas. Ya'ni maslahatchi noto'g'ri ishlarni amalga oshirishni boshladimi, bog'dagi konsultantingiz uni almashtirishingiz mumkin. Bir. Lekin to'g'ri maslahatchiga ham endi bu bitta tomonni tanqid qilgan bo'lmaydi. To'g'ri maslahatchini ham almashtiradigan bog'lar bor-da. Nega? Bu o'sha bo'layotgan noto'g'ri ishlarni fonida bo'ladi. Ya'ni bu yoqda kimdir dorini tavsiya qilib foydalanishga harakat qilyapti, yoki ko'chatini o'tkazishga harakat qilyapti yoki narxlarni oshirib ko'rsatyapti. Xuddi shu narsani ko'rib qoladi-da sarmoyador. O'ylaydiki, bu maslahatchi ham xuddi shunaqa deb shubha qilishni boshlaydi. Bu juda bir to'g'risini aytaman, oson vaziyat emas. Bunga vaqt ketadi, tushunib olishingizga, boya shu aytilgan yana o'sha gap vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zingiz bilim olishingizga ham, maslahatchini ajratib olishingizga ham bu endi murakkablik yana ham oz ko'payib ketmasligi uchun aytaman. Agar o'sha narsa to'g'ri bo'lishi yozilgan, peshonangizga yozilgan bo'lsa, to'g'ri maslahatchi asli bittada ham kelishi mumkin Hayrat Xo'ja aka. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, bittada kelmaydi. 3 ta, 4 ta, 5 ta maslahatchi almashtirib, oxiri o'zini odamni topganlarni ham ko'rganmiz. Hozir bizda o'zi yetarlimi bunday mutaxassislar? Mahalliy mutaxassislar ana endi yetarli bo'lish boshlayapti. Ya'ni 10 yil oldin yetarlimi desangiz yo'q. Bu yo'q. Bizda agrar universitetdan chiqadimi, qayerdan? Bu salanu bahsli savol berib qo'ydingiz. Nozik talab qilib qo'ydim. Agrar universitetdagi tanishlarimiz, domlalar orasida yaxshi hamkorlarimiz bor. Xafa bo'lib qolishmasin. Yo'q, endi universitetdan chiqadi, lekin asosiy qismi emas baribir. Chunki shunaqa hamkasblarimiz bor, umuman sohasi buxgalteriya bo'lgani bor, umuman bir hokimiyatda ishlab turib bog' sohasiga kirib qolgan hamkasblarimiz bor. U odamlar diplomi bor bo'lgan mutaxassislardan bir necha barobar katta tajribaga, bilimga ega odamlar. Ya'ni hamma narsani baribir amaliyot hal qiladi va qaror berish qobiliyati hal qiladi. Qaror berish qobiliyati zo'r bo'lish uchun odamda bilim bo'lishi kerak, tajriba bo'lishi kerak. Bilim, tajriba hammasi hozircha bog'larda. Mana agrar universitetida ham yaqinda yaxshi xabarlar chiqdi. Ya'ni
talabalarni bog'larga ishga jo'natish, bu narsani qo'llab rag'batlantirish uchun subsidiya berilishi mana yaqinda yig'ilish bo'ldi, agar xabaringiz bo'lsa, qishloq xo'jaligi xodimlari bilan. Juda zo'r xabarlar chiqdi. Ya'ni yana bir yaxshi narsa, agronomlar $2000 kamida oylik olishi, ya'ni hozir maqsad qilib belgilandi. Shunda faqat ishni o'ylaydi. Albatta, albatta. Bu bog' sohasi O'zbekiston uchun hayot-mamot masalasi. Bog' bizga kerak juda. Endi ruxsat bersangiz, ya'ni maslahatchilar masalasida tushuntirdim. O'zingiz bilimni yuzaki olgan bo'lsangiz, chuqur bilimga ega bo'lgan texnik mutaxassisni olib kelasiz va undan pul qizg'anmaysiz. Bu foydasi bir necha barobar bo'lib chiqib ketib qoladi, ammo ehtiyot bo'lasiz mutaxassislarga. Keyingisi malakali xodimlarni ishga olish kerak. Bir bog' qilganda, ayniqsa bu katta sanoat bog'lariga tegishli tavsiya va agar xodimingiz malakasi past bo'lsa yoki malakasi yomon bo'lmasa ham doimiy malakasini oshirib borishingiz kerak. Chunki xodimingiz qancha bilimli bo'lsa, sizni bog'ingiz ham shuncha ko'p daromad keltirishi boshlaydi. Qarang, mana bog', mana daraxt bu daraxtda endi bu o'zgarib qolmaydi. Har yili bilim oshirish bunda nimaga kerak? Masalan, o'sha shaftoli, o'sha o'rikka nimaga bilimimni oshirishim kerak? Misol qilib aytaman, mana Olmada bu bo'lgan gap. Kecha bir akamiz, o'sha hamkorimiz bilan gaplashdik. Ya'ni Fujinavni bilasiz Olmada, saltanat. Saltanat. Shu vaqtgacha o'zi yaponlarniki. Ha, shunaqa. Shu vaqtgacha yomon yetishtirib kelmaganlar. Biz mana bu yil hamkorlikni boshladik va men kelyapman-da, bu novdalar o'sib ketadigan navda, bu kuchli o'sadigan. Bu novdasini kuchli o'stirmasdan mevali kurtiga aylantiradigan preparatlar bor. Uni qo'llash vaqti bor, qo'llash dozalari bor. Shuni ishlatishimiz kerak edi. Haligi odamga bu yengillik. Ya'ni bu gapni o'zi, bu narsani mavjudligi birinchi navbatda yengillik. Endi u odam nima deydi? O'rtoq, menga o'rgat shuni deydi. Mana bu bitta bir kichkina misol sizga. Asli bunaqa vaziyatlar ko'p. Har bitta meva turining ichi, men yana bitta misol beraman, gilosdan. Aytaylik, gilosni shundoq o'zini holatida ham yetishtirsangiz, to'g'ri nav bo'lsa, to'g'ri joy bo'lsa, suv o'tib bersangiz, yirik bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Endi qarang, giberelinlarni qo'llaydigan bo'lsangiz, giberelin bu shunaqa gormonlar, tabiiy gormonlar. Shuni qo'llasangiz, meva yana ham yirik, yana ham qattiq bo'ladi. Buni qo'llash hamma ham bilmaydi. Ya'ni qo'llash mumkin va yana ham yiriklashtirish, yana ham qattiqlashtirish mumkinligi bitta tushuncha. Endi keyingi savol, qanday qilamiz, qachon qilamiz, nima sepamiz, qancha dozada sepamiz degan keyingi savol. Keyingi savol. Qaysidir navga mumkin, qaysidirga mumkin. Men misol uchun gilosda bo'pti, bo'lar ekan yiriklashtirsa, davay bosing deyapti-da. Sizni o'zi mevangiz pishgan vaqtda eng zo'r narx bo'ladi. 5 kun kechiksa narx tushib ketadi. Siz giberelinni urvasda mevangiz yirik bo'lyapti, lekin ba'zi foyda amalda pulga kelganda, daromad kelgan hech nima o'zgarmayapti. Chunki siz 5 kun kechiktirib o'sha yirik mevani arzonroq sotyapsiz. Ya'ni asli detallari ko'p. Endi ruxsat bersangiz, yana ikkita muhim tavsiyamiz qolgan G'ayrat xo'jaga. Endi Yo'q, bemalol. Efir vaqti chegaralangan, o'shaning uchun imkon boricha lekin bu kerakli mavzu. Maksimum ma'lumot berish harakati qilyapmiz. Yuqoridagi ishlarni to'g'ri qilganingizdan keyin to'g'ri kesish kerak. To'g'ri kesish. Nimaga desangiz, shunaqa bog'larga borganmiz, ya'ni shaftoli bog'i yoki olma bog'i, bor mevani kesib tashlashadi, faqat daraxt o'sadigan, o'tinga aylanadigan qismi qoladi. Mana o'zingiz ham kuzatadigan bo'lsangiz, o'sha an'anaviy usulga yaqinroq tashkil qilingan bog'lar yo'llanib bo'yida bor. Daraxtni shu qalin shoxlari bir qarich bo'lib kesib tashlangan bo'ladi. Siz keyingi yil kelib shu daraxt kuzating, yana xuddi shunaqa bir butasimon daraxtga aylanib qoladi. Bu yerda meva olinmayapti. Mana Bas Vanden Ende degan bir bizani g'oyibona ustoz desak bo'ladi. Bizni tanimas balki, lekin kitoblarini ko'p o'qiganmiz shu odamni, ingliz tilida, avstraliyalik, yoshi ham 80 dan oshgan bo'lsa kerak hozir. Juda katta olim, shu odam kitobida yozib qo'ygan. O'tin yetishtiruvchi bo'lmang, meva yetishtiruvchi bo'ling deb yozgan. Bizda mana kuzatinglar shu ko'rsatuvdan keyin har yili kesishadi, har yili o'tin chiqadi, yana keladi, har yili kesadi. Bu narsa hech qachon tugamaydi. Shuning uchun ham bizani tavsiya, hamma ishlarni to'g'ri qilganingizdan keyin endi to'g'ri kesing. Kesishda gap katta. Bungacha bo'lgan ishlar to'g'ri bo'lsa agar. Men uydagi ishlarni o'ylayapman-da. Toqachini olamiz. Xudo qarayman. Yo'lakka chiqqan joy ketadi. Ko'payib ketgan shoxlar ketadi.
ko'zimga bir chiroyli bir aytadi estetik, bir chiroyliroq ko'rinsa bo'ldi. u anu dekorativ daraxtlarni kesish usulida bo'lsa kerak u kesish. Bu ham yomon emas, lekin shu o'rinda aytib ketaman, har bitta meva turini qaysi qismida meva berishini bilsangiz, kesish juda ham oson bo'lib qoladi. Hattoki sizda ham G'ayrat xo'jaga mana uyimda daraxt kesaman deyapsiz. O'sha vaziyatda yo olcha bo'lsa, yo gilos, yo olma yoki shaftoli qatida meva berishni bilsangiz, ani yo'lga chiqqan shox kesasiz-ku. Ani maza qilib kesadigan joyi ham bo'ladi. Bilasiz, bu yerda meva yo'q. Ha, uni bilsangiz yana ham maza qilib kesasiz. Yana ham joyga tushadi-da. Ya bu shundoq ham meva yo'q, yana kamiga mevasiz shox yo'lga chiqib ketibdi. Haddidan oshib dezda shaqillatib olib tashlaysiz. Bu yana ham sizga ishonch beradi, bilish. Endi keyingi tavsiyamiz, oxirgi tavsiyamiz ko'p yoki kam sug'orish degan tushuncha yo'q. Bog'dorchilikda. Ya'ni aytaylik, qaysidir mevani kam sug'oraman yoki qaysidir mevani ko'p sug'oraman degan gap yo'q. Me'yor bor. Yetarli sug'orish bor. Ya'ni olma bo'lsa ham yoki o'sha mavsumda erta pishib turib, qishki bahorgi namgarchilik bilan pishishga ulgurishi mumkin bo'lgan gilosli o'rin olsangiz ham me'yor, yetarlicha sug'orish degan tushuncha bor. Yetarlicha sug'ordingizmi, aytaylik, qo'shningiz tuprog'i qumli, aytaylik qo'shningiz emas, u boshqa tumandagi, boshqa viloyatdagi bir hamkasbingiz, bog'bon. U odam olma yetishtirish uchun 60 tonna kuniga gektariga suv berar ekan. Lekin Toshkentda shunaqa hudud bor, mana yuqori Chirchiq, o'rta Chirchiq tumanlarida tuproq qora, yer osti suvi yaqin, suvni yaxshi ushlab turadi. Siz 30 tonna suv bilan shu mevani yetishtiryapsiz. Ya'ni bu yerda sizniki kam, uniki ko'p emas. O'sha sizni vaziyatingiz uchun sizni suvingiz yetarli, tamom. Yoki yetmaydi. Shunaqa tushunchalar bor. Endi bizani tavsiyalar shu, tomchilatib sug'orish qilsangiz ham, ariqdan sug'orsangiz ham yetarlicha suv berishga. Yetarlicha suv berishni bitta eng zo'r yo'li belkurakni olib turib, sug'organingizdan keyin, aytaylik siz har 4 kunda sug'oraman deb reja qilgan bo'lsangiz, sug'ordingiz, darhol ertasi kuni borib tekshirdingiz, 2 kun o'tib tekshirdingiz, 3 kun o'tib tekshirdingizda bilib olasiz. Ko'pincha namga o'xshab turadi. Belkurak bilan kamida endi o'zimizni ishlaydigan zamonaviy bog'larda 50 sm chuqurlikda chuqurlik ko'lab, yarim metr qaziymiz. Tomchilatib sug'orish tizimi bo'lsa, tomizg'ichcha tegidan suv tushgan joydan 50 sm qazib olinadi yoki sal qochirishingiz mumkin. Undan unchalik katta ahamiyati yo'q, chunki har 50 sm da sizda tomizg'ich bo'ladi. Yoki yana bir yaxshi tavsiya, ildizga yaqinroq ko'lashingiz ham mumkin. 50 sm ko'lab olasiz. Turponni tekshirasiz namini, ya'ni siqqaningizda yopishish kerak. Endi soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsangiz, agar sochilib ketsa yoki jamlanmasa bir joyga, demak, u yerda nam yetarli emas yoki nam qochgan, suv berishingiz kerak. Zamonaviy qanaqa yo'llari bor desangiz, tenziometr degan asbob bor. Tenziometr bu yerga, tuproqqa sanchib qo'yiladi kerakli joylarga. Uni uzunligi 30, 60, 90 bo'ladi. Ya'ni har xil chuqurlikdagi namlikni o'lchab berasiz sizga. O'sha nami qaytganida o'sha datchigi, ya'ni ko'rsatkichi bo'ladi, shu narsa orqaga qaytib qoladi. Demak, sug'oring degan sizga bir signalni beradi bu. Endi yana ham zamonaviylari bor, bu sensorlar. Bog'larda ko'p intensiv bog'larda bor, ammo aksar demak bog'larda ishlatilmaydi bu narsa. Meteostansiya bor. Bu demak 30 ga yaqin sensor ulasangiz bo'ladi. O'shalarning ichida tuproq, yo bu tenziometr emas bu aka. Bu menimcha boyagimiz bu shtangiz sirkulli elektron varianti. Tenziometr. Google ga yozsangiz chiqish kerak bemalol. O'sha ko'chatni oldiga tiqib qo'yiladi, deymi? Shunaqa. Shunga o'xshash. Shunaqa, to'g'ri. Bu endi kaltasi ekan. Aytganimdek 3-4 xil uzunlikda bo'ladi. Qarang, mana shu sug'orayotganda biz endi mana yana uydan kelib chiqamiz, endi bizniki professional emas, bizniki oddiy. Aytadi, ko'chada ekanda ham emas, meni qo'lim emas, bobo dehqonning qo'li deb ekadigan odamlar deydi-ku. Bemalol. Haligi
ko'chatni atrofini biz bundoq ochamiz, ariq qilib, dumaloq qilamiz, o'sha yerni to'ldirib sug'oramiz. Lekin ayrim hollarda eshitamizki, shuni baklashkani teshib ildiziga tanasiga tegizib qo'ysang, o'sha yerdan borgani yaxshiroq suvni atrofini to'lgandan ko'ra deyishadi. Shuni biroz bizga tushuntirib bersangiz. O'sha boya aytilganidek, gap yetarlicha sug'orish haqida. Ya'ni siz tomchilatasizmi, cheleklab qo'yasizmi, yetarli suvni berish kerak bir. Endi qaysi biri yaxshi desangiz, o'zi yana ham to'g'risi tomchilatganingiz yaxshi. Tomchilatgan yaxshi. Ya'ni suv tomchilatib sug'orishda birinchi navbatda to'g'ridan to'g'ri ildizlarga yetib boradi. Ya'ni siz tuproqni emas, daraxtni ildizlariga suv berasiz, tuproqqa berasiz. Suv o'zi tuproqqa kerakmi, faqat daraxtgami? Yo'q, endi mana bostirib sug'orsangiz yo aradan sug'orsangiz, sizni suvingizni katta qismi daraxt bo'lmagan joyga ham ketib qoladi. Tomchilatib sug'orilganida suv aytaylik 2 soat yo 4 soat davomida tomib suv ortiqcha isrof qilinmaydi. Ortiqcha kerak emas bo'lgan joylarga ketib qolmaydi. O'sha ildizi tagiga tushadi. Endi savolingizga kelsak, mayda ildizlar qatta bo'lsa, suv shotga berilishi kerak. Xoh ariqdan sug'orsangiz ham, tomchilatsangiz ham mayda ildizlar bor joyga. Aytaylik, mana shu agar ko'chat deb oladigan bo'lsangiz, bu ko'chat 2 yoshligida ildizlari nari borsa shu 30-40 sm radiusda joylashgan bo'ladi. Yoki ungacha bo'lgan radiusda. Daraxt kattalashgan sari shox shabbasini chegarasi bilan o'lchanadi. Aytaylik, daraxtingizni shox shabbasi 3 metrgacha kelgan bo'lsa chegarasi, mayda ildizlaringizni ham chegarasi shu yerda. Yo'q, suv shaqa borish kerakmi? Endi qarang, bu misol, shunchaki misol. Endi siz daraxtni tagiga qalin ildizlariga suv berishingiz umuman foydasiz. Ya'ni u yerda mayda ildiz bo'lmaydi. Mayda o'sha sochga o'xshagan tomirlari qatta bo'lsa, suv ham o'g'it ham shu joyga berilish kerak bo'ladi. Bu endi birinchi masala. Keyingisi, suvni siz atrofini dumaloq qilib turib qo'yamiz dedingiz. Suv uzoq muddat turib qoladigan bo'lsa, so'rilmasa va issiq bo'lsa, zamburug'li kasalliklar bor. Va yana bitta narsa bor, ko'pchilik qiladigan xato, daraxtni suv berib o'ldirib qo'yishadi. Qanday? Suv berib, ya'ni ko'pincha suvsiz qurib qoladi-yu. Ko'pincha suvsiz daraxt birinchi bildiradi, ya'ni bargini tashiydi, mevasi mayda bo'lib qoladi. Ya'ni daraxt o'zini himoya qila oladi suvsizligiga nisbatan. Suv ko'payib ketishiga nisbatan himoya qila olmaydi. Buni bo'kib o'ldigan gap. Bo'ktirib o'ldirasiz. Ya'ni ildizlar kislorodsiz muhitga tushib qoladi. Siz mana tuproq, men oldin ham aytdim bu narsani, tuproqda faqat tuproq bo'lmaydi, u yerda havo ham bor. Va suv, havo, tuproq birikmalari. Xullas, suv berganingizda havo chiqib ketadi, kislorod. Tomchilatganingizda kislorod qoladi. Mana shu narsa tomchilatib sug'orish asli katta ustunligi. Ya'ni bostirib berilganida kislorod chiqib ketganida ildiz ishlamaydi. Suv bor to'g'ri, tuproqni ham to'g'ri, lekin havo yo'q. Ildiz ishlamaydi bu vaqtda. Endi tasavvur qiling, xuddi shu ishni siz qayta qilyapsiz. Ya'ni ildiz bo'ldi, 1 hafta, 2 hafta, 1 oylab havo kislorod ola olmayapti. Suv bor, lekin havo yo'q. Chirib ketadi. O'sha zamburug'li kasalliklar va chirish shuni orqasidan kelib chiqadi. Va shu yerda tavsiya, suvni endi balki to'g'ri tavsiya emasdir. Berishni bilmasangiz, ko'p berish xato bo'ladi. Undan ko'ra kam berib qo'yganingiz sizga foydaliroq. Ajoyib. Ya'ni ko'p bersang, bo'kib o'ldirish ehtimoli ko'proq. Bo'ktirib o'ldirish ehtimoli ko'proq. Ayniqsa yozda, bahorda bu narsa uncha muhim bo'lmasligi mumkin. Yo, kuzda, qishda muhim emas. Ayniqsa issiqda qilinsa, bu narsa daraxtni yo'qotishga olib keladi. Bog'larda ham ko'p uchraydi. Suv to'plangan joyda daraxt qurib qoladi. Bitta iltimos bor, mana bizda taqdimot bor edi. Shuni bir o'tib ketsak, siz bilan birga. Chunki qiziqamiz, bu yerda nimalar yozilgan? Boyagi Bibaum. Buni qaysi misol uchun? Mana bu yerda aytyapsiz, yangi g'oyalar deyapsiz. To'g'rimi? Ya'ni ko'chatchilikda yangi g'oyalar bog'da. Boya Nurbek akamizga aytib turdim. Bizani yonlariga ham borganmiz. Mana Italiya, Janubiy Tirol, Balzano ustozimiz borlar. Kurtvert degan. Biz o'tgan yili topgandik kartani. O'tgan kurs deganmiz. 80 ga to'ldilar yaqinda. Shu odamni Samarqandga taklif qildik. Bu prezentatsiyalarni o'zlari bizga tushuntirib berdilar va eksklyuziv tarzda bizga topshirdilar. Ya'ni shu narsani biz O'zbekistonda bilimini yoyish huquqini oldik ustozdan. Shu prezentatsiya, buni agar o'tkazadigan bo'lsak, mana Yevropaga chiqsangiz, aynan shu turdagi daraxtlar ko'zingiz tushadi. Bibaum degani ikkita yetakchilik, ya'ni mana shu ikkita shoxli ko'chat
ko'chatchidan sizga keladi, tasavvur qilyapsizmi? Ko'chatchidan ikkita shoxli ikkita ko'chat. bo'lib keladi sizga. Bibaum degani shu aslida. O'zi baum nemis tilida daraxt degani. Ikkita daraxt sizga bitta daraxt bo'lib keladi. Va tez mevaga kiradi. Mana shu bog' ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda mana an'anaviy bir yetakchilik daraxtlar, bu yoqda ikkita yetakchilik daraxt. Yevropada demak mana shunga o'tishgan ekanda. Yo'q, to'liq o'tilmagan. Bu bitta tanlov. Aslida bunaqasi ham ko'p. Ya'ni bir yetakchiligi ham juda ham ko'p. O'tqizsak bo'ladi tez-tez. Mana shunday bo'ladi-da. O'sib turgan holatiga. Tegi nima qilib qo'ygan? Tegi bu Yevropada o'sha quyonlar bor, yoki kemiruvchilar bor, daraxtni g'ajib qo'ymasin deb himoya qilib qo'yishadi. G'ajib qo'yish mumkin bo'ladi. G'ajib qo'yadi. O'zbekistonda ko'zingiz tushsa, bu kemiruvchidan emas, dori sepilganda o'tga, tanasiga tegmasin deb yopamiz biz. Endi mana men boya suhbatimiz boshida G'ayratxo'jaga aytdimki, kimdir olma bog' qilmoqchi bo'lsa, to'g'ri bog' qilganlarni oldiga borsin dedik. Mana siz agar intensiv olma bog' qilmoqchimisiz, misol shu bog' egasini oldiga boringda, hammasini so'rab bilib oling oldin. Va shu narsani takrorlang. 3 ta 4 ta odamni oldiga boring. Sizda shunda tushuncha paydo bo'ladi. Qarang, mana bu hozir o'sha suvnikimi mana bu? Uni tepaga ko'tarib qo'ygan, aslida pastda turishi ham mumkin. Pastda turishi ham. Pastda turishini biz ma'qul ko'ramiz. Mana. Bay. Kichkina daraxtchani Shunaqa. hosili. Shunaqa. Bu o'zi ko'tara olmaydi ham agar so'riga o'xshab narsa qilmasangiz. Ya'ni bu yerda sim majburiy. Sim majburiy. Ustun va simlar majburiy. Yevropada bu odatiy Nurbek ko'ryapsizmi? Hech kim hayron qolmaydi bu daraxtlarni ko'rib. Nurbek, mana siz qishloqqa ko'p borasiz. Mana shunday tashkil qilish kerak. Endi bizda qishloqda ham o'zimizni daraxtlar deymiz-ku, yo'q, lekin qarang, yer bor-a, suv bor bo'lsa, mana shuni tashkil qilish kerak, Nurbek. Xohish bilan pul ham bo'lish kerak, shu joyi borda G'ayratxo'jaga. Chunki bu bog'larni tashkil qilish xarajati hozir bu aynan bunisi emas, O'zbekistondagi intensiv bog'larni 1 gektari intensiv olma bog'i 300 million so'mga tushadi sizga. 1 gektari. 300 million so'm. Shuning uchun ham endi mana kechirasiz, nima deydi, shu narsa rag'batlantirilyapti. Oddiyroq savol bu, qanchada chiqib ketadi bu pul? Endi Xo'p, siz maksimum hosilga 6-7-yilga yetib olasiz. Aynan mana shu daraxtlarda va 2 marta, 3 marta hosil olganingizda o'zi foydaga ham o'tib ketib qolasiz, bemalol. Demak, bir 10 yilni reja qilish kerak ekan. Shunaqa 8-9 yilda xudo xolasa foydaga o'tib ketasiz. Qolgani foydaga qoladi. Undan keyingi 6-7 yildagi hosilingiz sizga toza foyda bo'lib keladi. Yo'q, boy bo'lasiz. Ya'ni tashkil qilish xarajatidan tashqari joriy yillik xarajatingiz bo'laveradi baribir. Shunday. Xo'p. Qani, bu nima bu yerda? Bu yerda ko'chat, boya tushuntirganimizda, ko'chat zorri o'zida ikkita payvand qo'yadi va ikkita shoxli daraxt sizga tayyor holatda keladi. Payvand majburiymi? Nimaga doim ko'chat yetishtirishsan payvand so'zini ishlataverasiz? Masalan, Daniyadan ko'chat chiqarib eksa bo'lmaydimi? Xato bo'ladi. Endi xato bo'ladi. Oldin to'g'ri edi, bu narsalar paydo bo'lgandan keyin endi xato bo'ladi. Buni bitta mavzu qilsak bo'ladi G'ayratxo'jaga, ko'chatchilikni. Qarang, Nurbek, ko'chatchilik payvand majburiymi degan mavzu yozib qo'ying. Mana ko'chatchilik payvand majburiymi? Chunki bugun har qayerda mana Mansurbek bilan juda ko'p gaplashamiz, payvandsiz o'tmaydi-da bir suhbatimiz. Xuddi shunaqa. Aytadi-ku, o'zimizning Daniyadan chiqadigan ko'chatlar qayerda qoldi? Buni alohida gaplashamiz. 60 ta qoldi G'ayratxo'jaga. Qavatsangiz. Boyagi bog'. Endi har xil holatdagi daraxtlar bular. Bular jonli rasmlar, birortasi bir yasalmagan yo internetdan olinmagan, shu ustozimizning o'zlarining ishlari bular. Bu o'sha Italiyadagi ishlar. U odam afsona, u odam shu darajadagi katta ishlarni qilganki, istalgan bog'ga borsa quchoq ochib kutib olishadi. Butun o'sha mintaqa taniydi, Janubiy Tirol. Biz bog'bon o'zimiz deb yuribmiz. 2 yilda bir marta o'sha Janubiy Tirolda ko'rgazma bo'ladi. Faqat shu olma haqida. Mana shu ko'rgazmani otalaridan biri shu odam, tashkil qilgan odam. Mana, qarang, qanday chiroyli bog'. Shokirjon, qo'lingiz bekor turibdi. Bu yo'lni o'tsak bo'ladi, shu asosan rasmlarni sharhlasak, menimcha qiziqroq bo'ladi. Mana, bu nima? Endi bu yerda 3 ta yetakchilik usul qilgan, mana 3 talik. Bu yoqda bir yetakchilik an'anaviy bog'lar, faqat zichroyi kelgan biznikidan. Nega zichroyi ekishadi? Yo'q, endi Yevropada borgan sari o'sha yer qimmatligini hisobiga va tezroq foydaga kirish uchun daraxtlar orasi borgan sari yaqinlashib ketyapti. 8 ta yetakchilik. Bu boyagi bu ketaverar ekan-da. Bibaum daraxt bor-ku. Xuddi shuni faqat shoxini 45 daraja yotqizib yuborgan.
bibaumdan keyin chiqaryapti. Ha, yotqizib yuborgan, yotqizgandan keyin tikka shox chiqib keladi. Baribir ham hammasi bibaumdan kelyapti. Bibaum daraxtdan shakllanadi. Chunki ko'ryapmizki, ildizdan chiqayotgan ikkita yetakchi. To'g'ri, to'g'ri. Xuddi o'sha ko'chat, bitta ko'chat hammasi. Bitta. Hozir meva ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Mana bunday bo'ladi. Bu UFO degan usul bor. O'sha usulga oson o'tib ketyapsiz. Ya'ni tik mevali shoxli usuli mana. Xonadonda qilsa chiroyli bo'ladi. Bog'larda qiyinroq, xarajati ko'proq bo'ladi. Hozir xonadonni ham bir sinab ko'rsa ajoyib ekan. Albatta, albatta. Bemalol. Bir uzumdek bo'lib qolar ekanda. Xuddi shunaqa. Bir xil joyda so'rilib bekor turibdi lekin. Olmadan so'riq. Mana shu narsani amalda egasi. Pink Lady. Bizda ham bor shekil bu olma. Bor, bizda ham bor O'zbekistonda. Ko'p ekildi. Juda ham chiroyli. Pastda to'kilib ham yotibdi. Qani buni keyin tepasini kesib tashlaydimi? Tepasi o'sha boya aytildi, maqsad qilingan balandligiga yetganda o'sha joydan qaytariladi. Qani shunda pastki shox qalinlashaveradimi keyin? Asosiy tana qalinlashib boradi. Qalinlash. Mana boyagi bibaum tani qalinlashib boradi. Atrofidagi shoxlar yangilanadi. Mayda shoxlar. Xo'p. Mana shu usulni kamchiligi sifatida ko'rsatilgan. Bu tikka shoxlar qarib qolgandan keyin qaytadan yengilab o'stirishingiz kerak. Shox qariydi hammi? Ha, qalinlashib ketgandan keyin aynan mana shu usulda tez qarib qoladi. Nega? Chunki zichlik katta orqaga qaytadigan bo'lsa, mana yana qaytavering mayli orqaga, yana. Mana shu rasm. Yana qaytamiz. Mana shu. Bu har bitta tikka shox orasi o'rtacha 20 sm bo'ladi. Shunday bir qarashdan. Endi o'zingiz o'ylang, shox qalinlashgan sari undan chiqadigan shoxlar ham kuchli, uzun, baquvvat bo'lib boraveradi va bir-biriga tiqilib xalaqit beradi. Yo bu vaziyatda ikkita yo'lingiz bo'ladi, yo yangilab boshqatdan yana yoshni o'stirishingiz kerak, yoki mana bu tikka shoxlarni orasidan olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Borgan sari kamayib ketadi. Kamayib. 12 ta bilan boshlab oxirida 3 ta qolishi ham mumkin. Jam qalin bo'lib ketgandan keyin. Ha, 12 yoshiga, 14 yoshiga borganda. Tepasini yopganmi, Mansur? Olma bog'larda to'r yopiladi. O'zbekistonda deyarli majburiy. Bu yerda asosan do'lga qarshi yopishadi. O'zbekistonda asosan quyoshga qarshi yopiladi. To'r. Quyosh uradi mevani. Mevani quyosh uradi. Sarg'ayib, kuchli urganda jigarang bo'lib kuyib ketadi. Mevaga quyosh kerak emasmi? Kerak. To'g'ridan to'g'ri quyosh nuri O'zbekistonda issiq, qattiq. Ya'ni danekli meva mana shaftoli, o'rik, gilos dedik-ku, quyosh urishi deyarli yo'q bo'ladi. Ayniqsa shaftoli uriydi. Gilosda endi ba'zi navlarda bo'lishi mumkin. Lekin olmada deyarli mana shu yetishtirilayotgan hamma navlarni quyosh uradi. Eng chidamlisi ichida Pink Lady, setka, ya'ni to'r yopmasangiz ham kamroq urishi mumkin, sababi yozda maydaroq bo'lib turadi va qolganini urib ketadi. Barglarning ichida bo'ladi. To'r xullas muhim narsa va intensiv bog'i xarajati oshishiga ham sabab bo'ladigan narsalardan biri. Tepasini to'r bilan yoparkan. Taxminan 50-60 million pul degani gektariga. Shuni o'zi. To'rni o'zi. Bir chiroyli bo'lib turar ekan lekin. Shunaqa. Faqat uylarda sinab ko'rishga ajoyib ekan. Shunaqa. Mana. Biz o'zimiz borib ko'rganmiz, bular hammasi rostdan shunaqa. Ha, shu joylarda bo'lgan. Yo, o'zi juda yasalganga ham o'xshamayapti, o'zi bir haqiqatan tabiiy va chiroyli bo'lib turibdi. An'anaviy bog' tarafdorlari yasalgan deyishni afzal biladi-da, ya'ni o'zini qilib yurgan ishini ustun ko'rsatish uchun. Ana endi terishyapti. Ha, terim jarayoni. Endi paxta terishdan ancha yaxshi-da bu. Albatta, daromadliroq. Shirinroq. Zarari nisbatan kamroq. Endi bularni bir kelajakda alohida mavzu qilib ko'rsatsak bo'ladi kuzatuvchilarimizga, G'ayrat Xo'jak. Shuni oxirigacha. Shu. Bu nima qilyapti? Mevani siyraklatyapti, mevani kamaytiryapti, urib to'kib yuboradi. Nega? Gulini. Nega? Chunki olma to'g'ri shakl berilganda har yili mevasi 10 baravardan ham ko'p bo'ladi. Siz mevani kamaytirmasangiz, birinchidan har yil meva ola olmaysiz, bir yil ko'p bersa, keyingi yil kam berib qo'yadi. Ikkinchidan yirik meva ola olmaysiz. Shuni mana shunday Yo'q, aynan bunday qilinmaydi. Yo, men aytmoqchiman, mana shuning uchun ham ular traktor qilganmi deyman-da shuni. Ha, bu bitta yo'li, ya'ni mevani kamaytirishni bitta usuli. Bu bunaqa usullar gulni buzyaptimi yoki kichkina meva solganda buzyapti? Gulini to'kib yuboradi. Ha, gulini to'kyapti. Qarang, bizda mana shu o'rik gullagandan keyin bitta qor yog'adi-ku, shuni yaxshi deyshadi. Nega desa,
hali bir saralab beradi deyshadi. Agar serhosil nav bo'lsa, Serhol. Bo'lmasa kam hammasi beradigan meva bo'lsa, nav Birato'la bo'lsa, tugatadi. ishlama qolmaydi u. mana bu narsa Shuni aylanib savalar ekanda o'zi. Savalaydi to'ppa-to'g'ri. Mana. Bu mexanik kesish apparati bu. Nima deganingiz u? Ya'ni kesuvchilar qaychi bilan kesmaydi-da, Bu hozir yurib daraxtni traktorda kesadi. kesib ketyapti-ku. Xuddi shunaqa. Ha. Ana ajoyib. Mana bu arrasi kesib ketyapti. Arrada kesadi. Ha. Xuddi izgirtni Devor, mevali devor deyiladi. mevali devor. O'sha aytganingizdek izgirtni o'rgandek, bu yerda daraxt o'radi. Kesilgan joyini ko'rsatyapti apparatda. Shuncha olmasi bilan ketdim endi. Yo'q. Buni siz uchun kesib olgan. Aslida mana bu yoqdan kesilgan mana. Narigisi kesilgan. Ha. O'shanda kuch bu yoqqa ketadi. Bu barg to'kadigan apparat. Bargni nega to'kish kerak? Terimga yaqin qizaradigan olmalarni atrofidagi barglari O'zbekistonda qo'lda yulib chiqiladi. Qo'lda. Chunki ishchi kuchi arzonda bizda. Bu yerda ishchi kuchi qimmat, qo'lda qilsa qimmatga tushadi. Shuning uchun maxsus apparatda purkab tushirib yuboradi bargini. Mevalar quyoshga ochiladi. Endi kuzda babi yengil bo'ladi quyosh, shunaqa yozgi quyoshga o'xshamaydi bilasiz. Quyosh urmaydi. Yozgi olmalarda qilib bo'lmaydi, bu yozda pishadi. Bizda ham paxta terishdan oldin dori sepib bargini tushirib defoliatsiya deydi, bargini to'kish xuddi shu narsa. Faqat bu yerda dori sepib bo'lmaydi. Mana bu barga to'kilgani. To'kilgani, nargis to'kilmagani. Mana. Qizilligini ko'rsatdi. Xuddi shu. Ajoyib. Rahmat. Shuni o'zi bir alohida ko'rsatib ekan. Shunaqa. Buni bir kelib o'tirib bir 2 soat tushuntirsak. Yo'q, bu biz bundan faqat xursandmiz Mansurbek, chunki baribir biz bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan xalqmiz. Shunaqa. Uning ustiga bizni iqlimimiz o'zi Xudo shunday berganki, bizda boyagi ertaki mevalarni chiqarish mumkin. Rossiya bularni o'ta sevadi, uni bilamiz. Nafaqat Rossiya, endi faqat Rossiya demasligimiz kerak, umuman eksport bozorlari. Albatta. Endi hali shu vaqtgacha ko'rganimizda aytdim-da endi. Chunki hali yana ham yaxshi jozibador bozorlar bor aslida. Qimmatroq, hali ko'proq pul to'la oladigan bozorlar bor. Ularni ham egallashimiz kerak, Xudo bergan yerdan foydalanishimiz kerak. Yana bir savol bor edi. Voy, yozib qo'ydim shuni. Daraxt bir yil dam oladi degan gap bu nimadan? Bu asosan olmada bo'ladi. Rostdan o'zi dam oladi? Yo'q, ya'ni xalq tilidagi gap bu. Solkashlik degan tushuncha bor. Bu o'zbek tilidagi gap, rus tilida periodichность deydi. Ya'ni olmaga bir yil ko'p meva qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, me'yoridan ko'p. Kelasi yilgi gul kurtaklari o'suvchi kurtakka aylanib qoladi. Va keyingi yil gullash o'rniga barg chiqib keladi sizga. Gulmas, barg chiqadi. Shu narsa solkashlik deyiladi va buni sodda qilib endi shu vaqtgacha shunaqa bo'lish kerakdir, bo'lgandir. Solkash daraxt dam oladi degan shunchaki shu bilan chegaralangan. Bizani yetishtiruvchilar ham, xalqimiz ham daraxt dam olar ekan, shu olma 2 yilda bir berar ekan, rozi bo'laverasiz deyilgan, lekin hozirgi bilimlar bilan daraxt har yili, ayniqsa shu olmani har yili meva berishga majbur qilishi mumkin. Olma har yili meva beradi aslida. Bu haqida yana bitta shu mana shu ko'rsatuvni hozirgi prezentatsiyamizni ichida tushuntirsak bo'ladi. Mansurbek, kattakon rahmat. Shogirdjon, qancha bo'ldi suhbat? Qiziq suhbatda biz tugatmasdik. Tugamaydi, aslida hozir o'zimiz vaqt chegaralangani uchun tugatyapmiz xolos. Kattakon rahmat, kelgusi ko'rsatuvga sog' bo'linglar, katta rahmat. Rahmat.